Nicholas Jackson mana shu harakati uchun mutlaqo respekt. Ha, siz mana buni kutmagan edik. Shuning uchun bitta like bosib qo'ysangiz, ishonavering, afsuslanmaysiz. Bilasiz, kecha Chelsea Juventusga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazgan edi va u yerda jamoa mag'lubiyatga uchraganiga qaramasdan ham iliq taassurotlar qoldirishdi. Shaxsan senegallik futbolchi. Qarabsizki, bundan bir necha kun oldin Mikhail Mudrik doping bilan muammolarni hal qilib va nihoyat 2 yil deganida futbolga qaytib kelgan edi. Va shuning uchun uning jamoadoshi Xabi Alonso bilan gaplashib, o'zi aslida ukrainalik futbolchi hali maydonga tushishga tayyor emasligiga qaramasdan ham Jackson o'zi ikkinchi bo'limda tushib turib ham o'yin oxirlarida Alonsodan uni zaxiraga olishini va ukrainalik futbolchini maydonga tushirishni so'radi. Va to'g'ri tushunganingizdek, ispaniyalik murabbiy bunaqa chiroyli harakatga yo'q deb ayta olmadi. Ha, bir tarafdan kichkina narsa deysiz-ku, ammo shunaqa kichkina narsalar o'zi jamoani oqibatini kuchliroq qiladi. Xo'sh, endi Jacksonga mem emas, balkim qahramon kabi siz ham qarayapsizmi? Izohlarda yozib keting.